Agar siz qadimgi insonlar iflos yashagan deb o'ylasangiz, bu video fikringizni butunlay o'zgartiradi. Bundan 4,5 ming yil oldin hozirgi Pokiston hududida joylashgan Mohenjo-Daro shahrida odamlar uy ichida hojatxona, hammom va drenaj tizimi bilan yashagan. Bu gap emas, bu arxeologlar qazib olgan real quvurlar. Endi eng muhim savol: bu tizim qanday ishlagan? Arxeologlar aniqlagan faktlar shuni ko'rsatadiki, quvurlar oddiy loydan emas, balki yuqori haroratda pishirilgan g'ishtdan qurilgan. Har bir uyda hammom polida suv chiqish teshigi va u teshik yopiq g'isht quvuriga ulangan. Quvur esa ko'cha ostidagi asosiy kanalga ketgan. Bu quvurlar ohak bilan muhrlangan. Qiya qilib yotqizilgan, suv faqat gravitatsiya bilan oqqan. Meni eng hayratlantirgan joyi, bu bitta uy uchun emas, butun shahar uchun qilingan tizim. Tushunishingiz uchun Mohenjo-Daro shahri taxminan 250-300 gektar maydonni egallagan. Yana ham yaxshiroq tushunishingiz uchun bu butun boshli Toshkent City parki. Olimlar aniqlashicha, bu shaharda 40 mingga yaqin aholi yashagan va ular uchun 4 mingdan ortiqroq uy-joylar qurilgan. Eng muhimi, bu minglab uylarning deyarli barchasi bitta umumiy drenaj tizimiga ulangan.